Ma'lumki uni rozi bo'lishligi, ya'ni er kishini rozi bo'lishligi uni jannatga kirgizishligini bildik. Lekin norozi bo'lishlikchi desa, norozi bo'lishlik uni do'zaxga kirgizadi. Shuni ham bilib olishligimiz kerak. Ayollar erini rozi qilmasa, ya'ni rozilik ham shariat jihatida rozilik. Borandan aroq olib kelib ber, pivo olib kelib ber, masalan, narkotik modda olib kelib ber desa, u o'rinlarda itoat qilmaslikka ayol kishining haqqi bor. Ya men bu aytganlaringizni qila olmayman, bu shariatga xilof narsa-ku. Xoliqqa itoat bo'lib turgan narsada mahluqqa itoat bo'lmaydi deb inkor qilishga haqqi bor. Lekin bundan boshqa o'rinlarda erni inkor qila olmaydi. Masalan, uyining ichida nafl roza, dushanba, payshanba rozalarni tutib turibdi. Nafl roza, farz emas. Eri uni istab qoldi, xohlab qoldi. Kelib qo'ldan to'shagiga tortsa, "Yo'q, men nafl roza tutganman" deya olmaydi. Rozasini ochadi, eriga qaraydi, uni hojatini ravo qiladi. Ya'ni erning haqqi shu darajada ulug'ligidan. Mo'min musulmon odam mana shu narsani bilishlik kerak. Ba'zi bir ayollar bor ekan, biz ba'zi yigitlarimiz chiqib qolishadi, shikoyatlarni qilib, "Ha" desa, "Qorigan ayolimga men o'zim xohlagan paytda masalan yotib turdi qilaman" desam, "Yo'q" deydi. "Falon kunlarda yotib turdi qilasiz. Shu narsada shariatning hukmi qanaqa?" deydi. Shariatda bunaqa gap yo'q. Ayol kishi uzrli bo'lmagan holatda har kuni erining xizmatida bo'lishlik kerak. "Yo, men bu kuni yotaman, men bu kuni sen ishingni qil" deydigan narsa shariatda yo'q. Agar qaysi ayol eriga mana shunday ozor berib, "Yo, men kunlardan boshqa kunda bunaqa" deyotgan bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qattiq ogohlantiruv hadislari bor. Payg'ambar alayhissalatu vasallam aytadilar, qaysi ayol kishi erini ranjitsa, unga e'tibor bermasa, uni haqorat qilsa yoki unga ozor bersa, jannatdagi hurun ayndan bo'lgan ayollar aytar ekan, qurib ketmagur yaramas xotin, u seni huzuringda vaqtinchalik mehmon bo'lib turibdi, unga ozor bermagin. Yaqinda u bizni huzurimizga qaytadi, yaramas deb turib, jannatdagi hurdagi xotinlar dunyodagi xotinlarni malomat qilar ekan. Ana shuning uchun shu eshitayotgan, agar audioni, videoni eshitayotgan ayollarimiz bo'lsa, boshqa ayollarimiz bo'lsa bilib qo'ysinlarki, hech qanday bir shar'iy uzursiz, hech bir holatsiz, "Yo'q, men erimga qara olmayman" bo'lmasam ikkinchi, uchinchi xotin olsa chidamaysizlar, to'g'rimi? Qaramas ekan, bo'pti, ikkita, uchta xotin qilib qo'yamiz desa chidamaysizlar. "Ya" deysiz, "bu o'lim bilan barobar narsa" deysizlar. Xo'p, o'lim bilan narsa barobar narsa bo'lsa, qolgan tomonda nima qilish kerak? Erkak kishiga qarashlik kerak. Uni xirsini, uni holatini to'g'ri tushunishlik kerak. O ayol kishiga nimaga uylangan? Faqat kira yuvib, ota bola yoki xolaji ham uylanishlik uchun uylanmagan-ku. U oila bo'lgandan keyin undagi har bir talablarni ayol kishi ham nima qilishi kerak? Chiroyli o'rniga qo'yib ado etishlik kerak.